Yaqında Xitoy Arab ellari hamkorlik munbirining 18-ci qatimliq boshliqlar uchrashishi yig'iniga kelgan Arab ellari ittifoqi vakillari o'mikidan 34 odam Qashqarga kelib, Qashqar Koni shahri, Yetka jamiasi, Qashqar Koni shahar noyasi qo'linarvanchilik kentini ziyorat qilgan. 500 yillik tarixga ega Yetka jamiasi imom xatiblari ziyorat ahliga bu jamiada jamoatning 5 vaqt namozini joyida o'qiydiganligini, hukumatning yordami bilan masjid sharoitining yaxshilanganligini aytgan. Şinjan gazeti to'rida e'lon qilingan bu xabarga ko'ra, Misr va Falastindan kelgan vakillar o'zgartib yasalgan Qashqar qadimiy shahrining qurilishidan zo'qlanganligini, har millatning xushal-xuram yashayotganligini, dindorlar bilan dinsizlarning bir yerda birga o'tayotganligini, buningdan Şinjanning haqiqiy ahvolini ko'rganligini maqtashgan. We saw the people here. 我们看到这里的居民经营着自己的店铺，传承着自己的文化。 Xitoy tashviqotlari Şinjanning haqiqiy ahvoli bu deyish orqali G'arb taraqqularining Uyg'ur rayoni haqida berib kelayotgan xabarlarni yolg'onga chiqarmoqchi bo'lgan. Şinjanning haqiqiy ahvoli ajibo bumi? Qashqarga borgan bu arab ellari vakillari Qashqarda chaqib tashlangan masjid mazoliqlarni o'tgan yili dal mushu kunlarda Şinjan saqchujatlarida oshkorlangan Qashqar Koni shahar noyasida turma lagerlarga sulangan minglagan insonlarni bilmamdi. Amerikaning Aqllar markazidan Cato institutining oliy tadqiqotchisi Mustafa Aqyol apandi bu vaqtda mundaq dedi. I think China is playing a very delicate game which can be only played by totalitarian regimes like China itself. Mencha Xitoy bu yerda o'ziga o'xshash mustabid davlatlarga xos ustunlik bilan o'yin o'ynayotdi. Xitoy bir yoqdan Uyg'urlar, hatto Tungallarning diniy va madaniyatini yo'qotishga urinsa, bir yoqdan buni yoshirish uchun shoidlarni qo'rqitish va yolg'on tashviqot elib berish bilan shug'ullanmoqda. Xitoy bir yoqdan irqiy qirg'inchilikqa munosabatli uchurlarni qattiq kontrol qilsa, bir yoqdan musulmonlar dunyosiga butunlay boshqa yuzni ko'rsatadi. Ularning bu vakillar o'migini ziyoratga o'rinlashtirishimi tamoman Xitoy to'g'riliq ko'z bo'yamchilik qilishdir. Bringing delegations from the Muslim world to these arranged trips to give them a totally false picture of China. Amerika İslomiy munosabatlar kengashining hukumat ishlariga mas'ul direktori Robert McCow apandi arab ellari vakillari o'mikining Uyg'ur rayoniga ziyoratga kelishi amaliyotda bu rayondagi irqiy qirg'inchilikni qo'llaganligi ekanligini bildirib, mundaq dedi. It's disappointing to see Muslim leaders from Islamic countries allow China to use them to hide their genocide of Turkic Muslims and other minorities. Xitoy hukumatı Turkiy xalq musulmonlari va boshqa millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan ahvolda islom davlatlari amaldorlarining Xitoyga berib, u jinoyatni yoshirishga xizmat qilishi kishini to'liq umidsizlantirdi. Musulmon davlatlari aslida o'z qarindoshlari va dindoshlari uchun o'rindan dast turishi, buni iqtisodiy manfaatdan ustun qo'yishi, Xitoyning musulmon millatlarga qilayotgan zulmiga qarshi gap qilishi kerak edi. Biz musulmon davlatlarini chet eldagi musulmon qarindoshlari uchun yaxshiroq bir ish qilishga chaqirib kelyapmiz. Can we continue to call Muslim countries to do a better job of advocating for the Muslim brothers and sisters overseas? 阿拉伯国家和中国在很多问题上的立场都是相似的，因此我们双方需要进一步增进了解，加强合作。 Xitoy bir yoqdan arab islom ellarining Amerika va g'arb ellariga bo'lgan o'shbaligidan foydalanib, ularni yeniga tassa, bir yoqdan Xitoyda diniy ziyonkashlikning yo'qligini, musulmonlarning qandaqdir baxtli yashayotganligini tashviq qilib kelgan hamda arab islom ellari o'maklarini Xitoyga davomli taklif qilib, g'arb ellariga taqilgan ishkini ularga keng ichibatgan. Bu yil 1-oyning 5-ida Saudiya Arabiston, Misr, Bahrayn, Arab Birlashma Xalifaligi qatorliq 14 davlatdan kelgan 30 ulamodan tashkillangan vakillar o'miki Uyg'ur rayonini ziyorat qilgan bo'lib, bularni Dunyo musulmonlari kengashi uyushtirgan edi. Mazkur kengashning raisi Ali Rashid Al-Nuaymi Xitoyning atalmish terrorlikqa zarba berish harakatini maqtagan edi. Mustafa Aqyol apandining bildirishicha, Xitoyning doim demokratik davlatlardan emas, balki arab ellaridan vakillar o'mik taklif qilishi Xitoyning ehtiyojiga mos keladigan tashviqot uchun ekan. U bu vaqtda mundaq dedi. And if something happens in the middle of America or Europe against a Muslim, people write about it, people tweet about this, news channels will make news about it freely. Agarda
Amerika yoki Yevropada musulmonlarga qarshi bir ish yuz bergan bo'lsa, uni aynan yozg'ili, Twitterga chiqarg'ili bo'ladi. Kishilar Twitterda bu vaqtda munozirlashadi. Televiziya va tor kanallari buni erkin xabar qiladi. Hamma narsa oydin. Ammo Xitoydek mustabid davlatda siz xabarni qamal qilasiz. Ondan dunyoga uni boshqacha ko'rsatasiz. Haqiqiy ahvolni yoshirasiz. Ko'z bo'yamchilik qilasiz. Xitoy dal mushundoq qilyotadi. Afsuslanarligi shuki, nurg'un musulmon davlatlari, ularning rahbarlari va siyosiy vakillari bu saxta uchur damiga tushdi. Their political leaders, their political delegates are falling into this game of disinformation. İslam əlləri birliki vəkilləri Qashqar Koni şəhər nahiyəsi Uğusaq bazarı Uğusaq kəntini ziyarət qılğan. Bu kənt 150 yıllık çalgı əsbab yasaş tarixiga ega joy bo'lib, 2000 yılı Xitoy hökuməti tərəfindən Xitoy Xinjiang Milliy Çalgılar Kenti deb nom berilgan. 中国政府为了保护少数民族非物质文化遗产 Xabarda aytilishicha, Sudanning Xitoyda turishliq elchisi buni ko'rib, Xitoy hukumatı har millatning an'anaviy madaniyati va g'ayriy moddiy madaniyat meroslarini qo'g'dashga zo'r kuch sarf qildi deb maqtab ketgan. Amaliyotda ular chet el muxbirlari va mutaxassislarining Xitoydagi madaniyat qirg'inchiligi haqidagi maqolalarini ko'migan. Xitoy hukumatining Uyg'ur madaniyatini yo'qotayotganligini, uning o'rniga Xitoy madaniyatini tasdiqlayotganligini, ba'zilarini muzeyxonaga tiqayotganligini, ba'zilarini sayohat nuqtalarida pul topadigan ko'rgazma buyumlari qilayotganligini bilmagan yoki bilishni xohlamagan. Arab ellari vakillarining ko'gini hargiz diniy e'tiqodi sababidan yillab kesilgan. Turma lagerlarda yetayotgan yoki zavodlarda quldek ishlayotganlar emas, balki shu kunlar do'pi kiygan, usul o'ynagan yoki qulunirvanchilik qilayotgan Uyg'urlar bo'lgan. Xitoy hukumati faqat burnining uchini ko'rdiganlar, yeb ichib o'ynaydiganlar, o'yin tomosha qilib ketadiganlarni taklif qilib, at ustida gul saylisi qildirib, ondan yo'lga solgan. Xitoy matbuotlari ularning so'zlaridan o'zindi elib, atalmish haqiqiy Xinjiang tashviqoti elib borgan. Robert McCownning aytishicha, bu dunyolik manfaatni va ravat-farog'atni ko'zlab, Xitoyga yon besayotgan musulmon davlatlari o'zining qimmat qarshidan voz kechmasligi kerak. Bo'lmasa, ularga tarixning la'nat tamg'isi besiladi. U bu vaqtdagi andishisini bildirib, mundaq dedi: Every country operates in their perceived best interest. Right now, Muslim countries are covering for China. Har bir davlat o'z manfaatini qo'g'dashga oldiraydi. Hozir musulmon davlatlari Xitoyga chapon yepiyotidi va bu bizning manfaatimizga uyg'un deb o'ylayotidi. Amerika va Yevropa davlatlari Xitoyni Turkiy xalq musulmonlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotidi deb jakarlagan bo'lsa-mu, musulmon davlatlari yanada Xitoyni himoya qilyotidi. Ularni bu qilmishini qayta dangsashga va uning tarixga qandoq yozilganligini o'ylashga da'vat qilamiz. To reconsider their actions and how this will be reflected on in history.